Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan orqa miyani ichki tuzilishi haqida gaplashamiz. Demak, orqa miyani ichki tuzilishini o'rganishimiz uchun orqa miyadan ko'ndalang kesma olishimiz kerak. Ko'ndalangiga orqa miyani kesganimizda uni ikki xil moddadan tuzilganligini ko'ramiz ekan. Ya'ni markaziy qismida joylashgan kulrang modda to'plami, ya'ni substansiya griseyani va uni atrofida periferiyada joylashgan oq modda to'plami substansiya albani ko'ramiz ekan. Demak, orqa miya ko'ndalang kesganimizda ikki xil moddadan tuzilgan: substansiya alba, substansiya griseyadan. Endi bu kulrang modda oq moddani ichida xuddi H shaklida yoki kapalaksimon ko'rinishda bo'lar ekan. Qaranglar, kapalakka o'xshab ketadi. Xo'p, nima uchun savol tug'ilishi mumkin? Bu kulrang rangda, bu oq rangda ko'rinyapti desak, bitta nerv strukturalari har xil joylashgan bo'lar ekan va vazifasi jihatdan bir-biridan farq qilar ekan. Masalan, substansiya alba nervni tolalaridan iborat bo'ladi. Substansiya griseya bo'ladigan bo'lsa, nerv tanalari, ya'ni neyrondan iborat bo'ladi. Tushunyapsiz? Mana bu kulrang qismda nervni tanasi turadi. Oq qismda uni tolalari turadi. Tushunarliga? Vazifaviy jihatdan endi o'ylab ko'ringlar, nerv tolani vazifasi nima? Tolani vazifasi bir yerdan ikkinchi yerga nerv oqimini o'tkazish, nerv impulsini o'tkazadi. Demak, substansiya albani vazifasi asosiy nerv impulslarini o'tkazadi. Qayerga? Masalan, bir segmentdan ikkinchi segmentga yoki bosh miyaga sezgi axborotini, bosh miyadan esa nimani? Harakat impulslarini o'tkazish vazifasini bajaradi. Nerv substansiya griseyamiz esa nerv impulslarini, mana shu nerv impulslarini qabul qilish, qayta ishlash va unga javob reaksiyasini berish vazifasini bajarar ekan. Demak, mana bu yerda turgan nervni tanalari nerv impulsini qayta ishlaydi, qabul qilib oladi, qayta ishlaydi va javob beradi. Demak, tushunarli. Yana bitta bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana rasmdan ko'rib turibsiz, orqa miyada oq modda to'plami pastdan yuqoriga qarab oshib borar ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sakral hamda lumbar sohalarda kulrang moddani to'plami ko'proq oq moddaga nisbatan. Ko'krak hamda bo'yin segmentlarida esa oq moddani to'plami ko'proq hisoblanyapti. Nimaga nisbatan? Kulrang moddaga nisbatan ko'proq hisoblanyapti. Bunga asosiy sabab o'sha o'tkazuv yo'llarini pastdagi o'tkazuv yo'llar yuqoriga borib to'planib borishi tufayli yuzaga keladi bu. Endi yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Kulrang moddani nerv hujayralarini asosiy ikki turga bo'lamiz ekan. Ikki turga bo'lamiz. Birinchi turdagi hujayralar Golgi 1 turdagi hujayralar, ikkinchisi Golgi 2 turdagi hujayralar bo'lar ekan. Golgi 1 turdagi hujayralarimiz bu uzun aksonli bo'ladi. Uzun aksonli bo'ladi va bular kulrang moddadan chiqib turib, bu oldingi ildiz deganmiz, radix anteriorda tarkibiga qo'shilib ketadi. Golgi 2 turdagi hujayralarimiz bo'ladigan bo'lsa, bular aksonlari qisqaroq bo'ladi. Akson qisqaroq bo'lganligi uchun bular intersegmental va intrasegmental joylashgan bo'ladi. Ya'ni ikkita kulrang moddani o'zaro aksonlari qisqaligi uchun ikkita kulrang moddani o'zaro bog'lash yoki shu yerdagi neyronlarni o'zaro aloqasini bog'lash vazifasini bajarar ekan. Endi hurmatli talabalar, mana shu kulrang modda hamda oq modda to'plamini strukturaviy jihatidan alohida chuqurroq o'rganib chiqamiz. Qaranglar. Biz kulrang modda to'plamini nima dedik? Kapalaksimon ko'rinishda dedik. Kapalakda endi oldingi orqa qanoti bo'lganda, endi biz buni qanot emas, shoh deb o'rganamiz. Shoh kornu deb ataladi. Mana bu shoh kornu anterior deb ataymiz. Orqadagisini kornu posterior. Tushunarliga, lotinchalab oldi kornu anterior, bunisi kornu posteriorga to'g'ri kelyapti. Bu kornu oldingi hamda orqangi shoxlar orqa miyani barcha 31 ta segmentida bo'ladi. Endi e'tibor beringlar. Mana bu oldingi shox bilan orqangi shoxni o'zaro bog'lab turgan kichkinagina mana bu yerda shox turibdi. Bu oldida ham orqada ham emas, yonda turgani uchun kornu lateralis deb nomlaymiz. Endi bulardan farqli ravishda kornu lateralis bu jami barcha 31 ta segmentda bo'lmaydi. Bu faqatgina bo'yinda 8-segmenti, barcha ko'krak segmenti va belning 1-2-segmentigacha va dumg'azani 2-4-segmentlarida mana shu kornu lateralis bo'ladi.
Nimaga endi aynan mana shu segmentlarda bo'lyapti desak, aynan mana shu sohalarda bizda vegetativ nerv sistemasiga aloqador bo'lgan nervni tanalari shu yerda joylashadi. Boshqa joylarda vegetativ o'zaklar yo'q boshqa segmentlarda. Demak, tushunarliga cornu anterior, cornu posterior, cornu lateralis. Endi orqa miyani yanada chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, Rekset tomonidan orqa miyani kulrang moddasi laminar arxitekturasi 10 ta zonaga ajratilgan ekan. Tushunarliga Rekset tomonidan orqa miyani laminar arxitekturasi 10 ta zonaga ajratilgan. Mana bu cornu posteriorda 5 ta zona, cornu lateralisda 2 ta zona, cornu anteriorda 3 ta, agar buni yayvoradigan bo'lsak, bunda ham 5 ta desak bo'ladi. Demak, qaranglar, cornu posteriordan bu zonalarni o'rganib chiqamiz. Birinchi zonamiz mana bu kulrang modda bilan orqa miyaning tashqi chegarasigacha bo'lgan zona terminalis, o'tuvchi zona deymiz ekan. Birinchi zonamiz mana shu hisoblanadi. Undan keyingi mana bu yerda kichikroq turgani g'ovaksimon zona spangioza deb ataladi. Undan ichkariroqda turgan mana bu yerdagi zonamiz, ya'ni modda desak ham bo'ladi, substansiya gelatinoza deymiz buni. Substansiya gelatinoza bilan zona spangiozada joylashgan nerv hujayralari aynan o'zidan yuqorida joylashgan kulrang yoki pastda joylashgan kulrang moddaning to'plamlarini o'zaro bir-biriga bog'lash vazifasini bajarar ekan. Tushunarliga? Endi undan ichkariroqda joylashgan ikki xil o'zagimiz, bunisi nucleus proprius, bunisi esa nucleus thoraticus deb ataymiz ekan. Bularga hozir har bitta shoxni o'rganib chiqamiz, shunda to'xtalib o'tamiz. Endi o'rtada mana bu yerda joylashgan oraliq zonani, oraliq nima degani lotinchasiga? Intermedius degani, intermedius desak. Qarang, bu yerdagi ikkala o'zak nucleus intermedius deymiz. Endi ikkalasini bir xil bo'lib qolyapti-yu, bir-biridan ajratib olish uchun o'rtadan bunday chiziq tortaydi-da. Bittasi medialroq joylashyapti, bittasi lateralroq joylashyapti. Shuning uchun birinchisini nomlaymiz. Qarang, nucleus intermedius lateralis, bunisi nucleus intermedius medialis deb nomlab qo'yamiz. Tushunarliga? Endi cornu anterior haqida gaplashamiz. Qaranglar. Oldingi shoxdagi hujayralarni 5 ta guruhga bo'lib olamiz ekan. Oldingi shoxning markazidagi turgan hujayra nucleus centralis hisoblanadi. Nucleus centralis. Endi boshqa hujayralarni bir-biridan farqlab olishimiz uchun qarang, o'rtadan bitta chiziq tortsak, mana bu tomoni orqa tomon, bu tomoni oldi tomonga to'g'ri kelyapti. Mana oldi tomondagi hujayralar, orqa tomon, ya'ni ventralis, ikkita orqada dorsalis. Endi orqada ikkitadan dorsalis, oldida ikkitadan ventralis bo'lib qolgani uchun bularni yana bir-biridan o'zaro ajratish uchun ikkiga bo'ladigan bo'lsak, mana bu tomondagilari medial, mana bu tomondagilar lateral bo'lib qolyapti. Shunga qarab nomlab olaverasiz. Qiyin emas, qarang. Bu tomondagi hujayramiz orqada turibdimi? Nucleus dorsolateralis, nucleus dorsalis nima deymiz? Medialis. Bunisi nucleus ventralis medialis, bunisi nucleus ventralis lateralis deb nomlab qo'ysak bo'laveradi. Endi xo'p, bu slaydimizda hozir sizlar bilan gaplashgan cornu lateralisda chiqayotgan nerv tolalarini ko'rsatgan. Ya'ni qaysi segmentlarda bo'ladi desak, aytdik, mana bu yerdagi bo'yinni 8-sidan to belni 1-2-sigacha bo'lgan sohagacha o'sha simpatik nerv sistemasiga aloqador bo'lgan o'zaklar joylashgan. Sakral esa parasimpatik nerv sistemasiga aloqador bo'lgan o'zaklari mana shu dumg'azani 2-sidan 4-sigacha bo'lgan yon shoxlarda joylashgan ekan. Tushunarliga, bu simpatik parasimpatik nerv sistemasiga keyingi mavzularda to'xtalib o'tamiz. Endi hurmatli talabalar, orqa miyani mana shu kulrang moddasini, Rekset bo'yicha arxitekturasini ko'rib chiqdik. Endi vazifaviy jihatidan oldingi shox, orqangi shox, yon shox nima vazifani bajaradi degan savol bor. Shuni gaplashamiz. Birinchi bo'lib cornu anteriorni ko'radigan bo'lsak, qaranglar. Umumiy jihatidan aytadigan bo'lsak, mana bu oldingi shoximiz odam organizmida faqat harakat faoliyatini ta'minlaydi. Orqangi shoximiz esa, orqangi shox sezgiga aloqador.
Yon shoximiz vegetativ nerv sistemasiga aloqador qism hisoblanadi. Tushunarligi, oldingi shox faqat harakat impulslarini ta'minlaydi, orqangi shox esa sezgi impulslarini markaziy nerv sistemasiga jo'natib beradi. Yon shoximiz vegetativ nerv sistemasiga aloqador. Endi bu harakatga javobgar ekan oldingi shoximiz. Endi qaysi qismi nima harakatni ta'minlaydi deydigan bo'lsak, buni bilishimiz uchun oldingi shoxni asosiy 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz ekan. Nariginda 5 ta guruhga bo'lgandik, bu joylashuvi bo'yicha, rekset bo'yicha oldingi shox. Endi vazifaviy jihatdan 3 ta guruhga bo'lamiz. Mana bu qism, bu tomon nima? Orqa miyani lateral tomoni, bu medial tomoni. Demak, lateral guruh hujayralari, medial guruh hujayralari va o'rtada joylashgan markaziy guruh hujayralariga bo'lib o'rganamiz ekan. Endi qaranglar, medial guruh hujayralarini ko'radigan bo'lsak, medial guruh hujayralarining asosiy vazifasi bu tana hamda bo'yin mushaklarini harakatga keltirishni ta'minlar ekan. Tushunarligi, medial guruh hujayralari tana hamda bo'yin mushaklarining innervatsiyasini ta'minlaydi. Bizda lateral guruh hujayralari esa oyoq mushaklarida innervatsiyasini ta'minlaydi. Tushunarligi, bu tomon oyoq hamda qo'llarda innervatsiyasini ta'minlasa, medial tomoni tana hamda bo'yin mushaklarining innervatsiyasini ta'minlaydi. Markaziy guruhdagi hujayralar nima qiladi deydigan bo'lsak, markaziy guruhda asosan 3 turdagi hujayralar joylashgan bo'lar ekan. Birinchi hujayralarimiz, birinchi turdagi nucleus phrenicus deb ataymiz. Qarang. Nucleus phrenicus. Bu nucleus phrenicus bo'yinni 3 hamda 5 segmentlarini oldingi shoxlarida markaziy guruhida turadi. Bu ixtiyoriy ravishda diafragmani harakatga keltirishimizni ta'minlab beradi. Tushunarligi, demak, bitta guruh hujayralarimiz nucleus phrenicus ekan. Endi markaziy guruhda turadigan keyingi hujayralarimiz nima desak, nucleus lumbosacralis deb ataymiz. Nucleus lumbosacralis. Bular belda 2-segmentidan to 3-segmentigacha bo'lgan sohalarda joylashgan bo'ladi nucleus lumbosacralis. Vazifasi lekin hozirgacha to'liq o'rganilmagan ekan. Endi 3-guruhimiz, markaziy guruhdagi 3-turdagi hujayramiz, xo'p, nervus accessoriusda o'zaklari joylashgan bo'lar ekan. Nervus accessoriusga aloqador o'zaklar. Bu ham bo'yinni 1-segmentidan to 5-segmentigacha bo'lgan zonada joylashgan. Buni nervus accessorius mavzusini o'tganimizda, bosh miya nervlari mavzusida yana alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, tushunarligi, endi yana bitta bilishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Mana bu yerda biz lateral guruh, medial hamda markaziy guruh deb bo'lib oldik. O'rtadan bitta chiziq tortadigan bo'lsak, orqa tomonda turadigan hujayralarimiz, ya'ni darzal tomonda turadigan hujayralarimiz oyoq qo'l mushaklarini asosiy flexor harakatini ta'minlab beradi. Ya'ni bukish vazifasini bajaradi. Oldingi tomondagi hujayralarimiz esa oldingi tomondagi extensor yozish vazifasini bajaradi. Demak, hurmatli talabalar, sizlar bilan oldingi shoxni asosiy vazifaviy jihatdan o'rganib chiqdik. Endi orqangi shoxni vazifaviy jihatdan o'rganamiz. Demak, birinchi zonamiz aytganmiz, orqa shoxda zona terminalis deganmiz. Zona terminalisning asosiy xususiy vazifasi yo'q. Undan keyin bizda nima turadi? Zona spangioza, g'ovaksimon modda. Undan keyin nima deganmiz? Zona gelatinoza, ya'ni gelatinsimon modda. Gelatinsimon moddadagi boshqacha nomi Rolandi o'zaklari ham desak bo'ladi bu yerda. Mana shu zona spangioza bilan substansiya gelatinozani asosiy bir xil vazifasi bor. Bu yerdagi hujayralar aytdim bundan oldin ham, o'zidan yuqorida va pastdagi joylashgan segmentlarda o'zaro intersegmental bog'lashuvni ta'minlaydi dedim. Bundan tashqari substansiya gelatinoza, ya'ni Rolandi o'zaklari yana bitta qo'shimcha vazifasi bor. Bular og'riq hamda haroratga aloqador bo'lgan tractus spinothalamo-corticalis lateralis yo'lini ikkinchi neyronlari aynan shu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni og'riq va haroratda aloqador ikkinchi neyronlar shu yerda. Birinchi neyronlari qayerda deganimiz? Ganglion spinalini ichida. Bularda o'tkazuv yo'llari mavzusida hali alohidadan ko'rib chiqamiz.
Hozircha faqat substansiya jelatinozada aynan og'riq va haroratga aloqador bo'lgan ikkinchi neyronlar turishini bilib olsangiz yetadi. Endi keyingi o'zagimiz bizda nukleus propria. Nukleus propria xususiy o'zak. Xususiy o'zakda esa bosim hamda taktilga aloqador bo'lgan o'tkazuv yo'lining ikkinchi neyronlari joylashgan bo'ladi. Va bu yo'lning nomini tractus spinothalamo-corticalis anterior deb qo'yamiz. Tushunarligi, nukleus propriada bosim hamda taktil informatsiyasini qabul qilib oladigan yo'lning ikkinchi neyronlari turadi. Endi keyingi o'zagimizning nomi nukleus dorsalis yoki Clark ustuni deb qo'yamiz. Clark ustuni hujayralari barcha segmentlarda bo'lmaydi. Faqatgina bo'yinning 8-segmentidan to belning 2-segmentigacha bo'lgan qismda joylashgan bo'ladi. Va bular bu yerdagi hujayralar muvozanatga aloqador bo'lgan tractus spinocerebellaris posterior degan yo'lni ikkinchi neyroni aynan mana shu Clark ustunida turar ekan. Tushunarligi, ya'ni orqa miya bilan miyachani bog'lab turadigan muvozanat yo'lini ikkinchi neyronlari aynan mana shu Clark ustunida bo'lar ekan. Tushunarli. Demak, sizlar bilan oldingi shoh hamda orqangi shoxni vazifaviy jihatdan o'rganib chiqdik. Endi yon shoximiz murakkab emas. Bundan oldin ham aytib o'tdik. Yon shoxda ikki xil o'zagimiz bor deganmiz. Bular nucleus intermedio lateralis va nucleus intermedius medialis hisoblanadi. Vazifaviy jihatdan endi bular bir-biridan qanday farq qiladi deydigan bo'lsak, nucleus intermedius lateralisimiz, qarang, mana bunisi. Nucleus intermedio lateralis simpatik pregangliyadan neyronlarning to'plamidan iborat bo'ladi. Bizda qarang, nucleus intermedio medialis mana bu o'zak bo'lsa, parasimpatik pregangliyadan neyronlarning to'plamidan iborat bo'ladi. Tushunarligi, demak, medialroq joylashgan o'zagimiz parasimpatik nerv sistemasiga aloqador, lateralroq joylashgan o'zagimiz simpatik nerv sistemasiga aloqador. Bundan kelib chiqadiki, biz aytganmiz, simpatik nerv sistemasi qayerda deganmiz? Bo'yinni 8-segmentidan belda 1-2-segmentigacha deganmiz. Demak, aynan mana shu sohada, mana shu segmentlarda nucleus intermedius lateralis joylashgan ekan. Nucleus intermedius medialis parasimpatik nerv sistemasiga aloqadormi? Bu qayerda joylashgandi? Sakralda 2 bilan 4 da deganmiz. Aynan mana shu orqa miyani 2-4-segmentlar dumg'aza sohasida nucleus intermedio medialis joylashgan ekan. Demak, oldingi, orqangi hamda yon shoxda vazifaviy jihatdan o'rganib chiqdik.